Yaxshimisizlar? Hozir bizni Samarqand viloyati Urgut tumanidagi xonadonlarning biridamiz. Bu yerda bizni PSP texnologiyasi bo'yicha poldan isitish va poldan sovutish sistemalarini tashkillashtirganmiz. Televizorlarda hozir ko'rib o'lchab chiqilyapti. Mana menga ko'rsatib, men beraman. Urgutdamiz, Urgut tog'li hudud. Ko'chada -2, -3. Qo'limizda professionalniy pribor bor, teplовизор, измерительный pribor. Bizda bu xonadonda 480 metr kvadratli xonadonda, 3 qavatli xonadonda PSP texnologiyasi bo'yicha напольное отопление, напольное охлаждение, montajlarni amalga oshirganmiz. Teplовой nasosimiz 28 ga qo'yilgan, 28 gradusga qo'yilgan. Xona harorati 23-24 gradus. Issiq. Tashqarida -3. Tashqarida -2, -3. Soat 8:57. Mana hozir tashqaridan ham ko'rsataman. Temperaturasini mana -3 ko'rsatyapti. Xo'p, xonamizda теплый pol, напольное отопление, radiator yo'q, konvektor yo'q. Rekuperatorga joy tashib ketganmiz. Mana teshik ko'rayotgan bo'lsanglar, bundoq ko'rsatdim, bundoq bu yoqdan ko'rsatib, ko'chirib o'rnatilib bundoq. Mana bu yerdan suv chiqib ketyapti, tashqaridan suv kiryapti. Ko'mir termostatligi mana. Hamma narsani salabini qilib ketganmiz. Qisqasini nima demoqchiman? Past haroratda teplовой nasos montaj qilib, PSP texnologiyasi bo'yicha напольное отопление, напольное охлаждение montaj qilib, passivniy отопление, passivniy охлаждение montaj ishlarini amalga oshirib beramiz. 100% kafolat. Bemalol uyingizda issiq bo'ladi, yozda sovuq bo'ladi. Har bir xonani alohida o'chirib yoqaverasizlar. Promo efir qo'yamiz. Samarqand viloyati Urgut tumanida. Tashqarida qor yog'gan, ko'cha harorati -3, soat 8:59. Salomat bo'linglar, yaxshi yuringlar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar. Bu videoni tanishlarga jo'nataverasizlar. Rahmat.